Türkiyədə hakimiyyət peşidəki Adalet və Tərəqqiyat Partiyasının bayonatçısı Ömər Çelik, Türkiyə Uyğur Türkləri və Şərqi Türkistandakı başqa az sonluq musulmonlarning kishilik huquqiga, dini erkinligiga hurmat qilinishi, bu yerdagi lagerlarning taqilishini har vaqt Xitoy doiralariga aytib keldik dedi. Dövlət rəisi Erdoğan riyasətçiligida içilgan Adalet və Tərəqqiyat Partiyası Mərkəzi İcra Komiteti yığıdıdan keyin içilgan axbarat e'lon qilish yig'inida Ömər Çelik kun tartibidagi masalalar haqida savollarga javob berdi. Türkiye'nin Uyg'urlar bilan diniy, irqiy va madaniyat jihatdan kuchli bog'larga ega ekanligini ta'kidlagan Ömər Çelik, Uyg'urlarning vaziyati bilan yaqindan aloqador bo'lib kelganligini aytdi. Bayonotchi Ömər Çelik, bizning bu masaladagi tang orzuyimiz Uyg'urlarning Sharqi Turkistonda baxtli va hur yashashi. Uyg'ur masalasining aniq va hamkorlik ichida muzokara qilinishini umid qilamiz. Bu chaqiriqlarimizni Xitoy tarafga yetkazib keldik dedi. Türkiye'deki bir turkum Uyghur yaşları Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemlik zulmga qarshi turish va irqiy qirg'inchilikni fosh qilish uchun Istanbulning asosli yo'llarida untinsiz namoyish o'tkazdi. Istanbulda 8 nafar Uyg'ur yosh qo'lida lozunka va rasmlarni ko'tarib untinsiz namoyish qilib, Xitoyning yig'ilish lagerlari va irqiy qirg'inchiligiga e'tiroz bildirdi. Əslab ötüşkə tegishli shuki, Türkiyədə yaşaydigan bu yoshlarning Xitoyning zulm va assimilyatsiya siyosatining qurboni bo'lgan tuqqanlari va yaqinlari uchun guvohlik berish yig'ini o'tkazish plani to'sqinlikqa uchirgan edi. Istanbul va Anqarada Xitoy virusi bahonasi bilan buningga ruxsat berilmagan edi. Janubiy Xitoy atiganlik pochta gazetining xabar qilishicha, Xitoy Amerikadan dehqonchilik mahsulotlarini import qilish nishoniga yaqinlasha olmagan. Bu nishon bu yil 1-oydagi Washington bilan Beijing o'rtasidagi 1-bosqichlik savdo kelishimda o'tirg'a qo'yilgan. Mazkur torning xabar qilishicha, bu yil 1-oyda imzolangan ikki davlat orasidagi savdo kelishimda Xitoy Amerikadan 200 milliard dollarlik dehqonchilik mahsulotlari sotib olishga va'da bergan. Dokladga qaraganda, Xitoyning Amerika mollarini sotib olishi bu yilning oldingi 8 oyida 47 milliard 600 million dollar bo'lib, bu importning butun bir yilda 95 milliard 100 million dollarga yetishidan umid bor. Birinchi bosqichlik savdo kelishimda Beijingning Amerikadan import qiladigan mahsuloti 200 milliard dollari deb belgilangan. Xitoy Hindistonning ikki davlat o'rtasidagi chegara rayonini Hindistonning bevosita boshqarish rayoni deb atilishining qonunsiz ekanligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. Chegara rayonidagi har qanday yangi qurilish ikki davlat rahbarlarining bergan va'dasiga mos kelmaydi. Ularning chegara rayonida Hindiston qonunsiz qurgan dog'liq markaziy hukumat rayonini e'tirof qilmaydiganligini ifodalagan Wang, Hindistonning bu rayonni bevosita boshqariladigan rayon deb atishining qonunsiz ekanligini aytdi. Yaponiya bosh ministri Suga Yoshihide vazifaga o'tirgandan keyin tunji qatim ko'rishgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga o'zining ikki davlat o'rtasidagi Kuril oroli masalasini hal qilishni xohlaydiganligini aytdi. Suga Tokio Moskva munosabatini taraqqiy qildirishga tirishadiganligini bayon qilib, Putinga o'z davlatining talash-tortishdagi Kuril oroli masalasini hal qilishni xohlaydiganligini aytdi. Suga Yoshihide o'zining Yaponiya-Rossiya munosabatiga intayin ahamiyat beradiganligini tilga olib mundaq dedi. Biz bu munosabatlarni tinchlik kelishimi bilan tuzishni xohlaymiz. Biz keyingi avlodlarga qoldirmay Shimoliy rayon masalasiga xotima berishimiz kerak dedi. Yaponiyada Shimoliy rayon, Rossiyada Janubiy Kuril deb aniqlama berilgan bu orollardagi talash-tortish 2-dunyo urushidan keyin ikki davlat o'rtasida tinchlik kelishimi imzolanishiga to'sqinlik qilib kelgan.